Assalomu alaykum, qadrli YouTube a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizni xudo xolasa mana ko'rishlar mumkin. Bunimizni kunlarga Saydovatga olib kelib o'rnating mana. Akfa, mana indiflarni ham qilib berganmiz. Ichkarlarda ham eshiklari bor mana. Bemalol mana aynalari 2 qavatlilar bo'ldi. Akfadan bo'ldi, toza akfa. Bahosini o'tirib yopilishlari o'ta zo'r. Mana akfalarimizni 2 qavat bo'ldi aynalari. Endeflar ham bo'lgan mana xudo xolasa ichkarlari mana endeflar qilib berganmiz. Bularda o'tkani qilib berganmiz. O'ta ideal darajada turibdi. O'ta sifatlik 18 dan qilib berganmiz xudo xolasa. Qarasam mos ichkarlari issiq bo'lib xudo xolasa so'ropot mana. Endi shunaqa kerak bo'lsa telefon qila olasizlar xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akfalarimiz xudo xolasa ko'rishlari mumkin. 2 qavat ayna bo'lgan. Kimga shunaqa kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Nomerimiz 91 487 0033. Shunaqa verandalarmi, eshiklar ichkarigami, endi qilib beriladi xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Hammalarga rahmat, ishlarga omad.